Assalomu alaykum Nozakat opa. Hozirgi paytda omadli insonlarga nisbatan atrofida hasadgo'ylik ko'payyapti. Sizni bunga fikringiz? Bilasizlar, inson tabiatida hasad qilish baribir bor-da. Sizdan omadli, sizdan chiroyli, yaxshi mashina haydagan, karyerni rostida omadi kelgan insonlarni ko'rsanglar, hasad baribir bor bo'ladi insonda. Lekin bu hasadni sizlar kontrol qilmasanglar, bu уже kasallikka aylanadi. Bu hasadni yengish siri nimada? Hozir aytaman sizlarga. Bilasizlar, men nima degan bo'lardim? Hasad qilayotgan insonlarni yaxshi ko'ringlar. Navstrichu boringlar. Hasad qilayotgan insonlarga yaxshilik qilinglar. Borib quchoqlaylar, gaplashinglar. Shunda sizlar ichinglardagi kibrni, hasadni, shaytonni, nafsni yengib o'tasizlar.